Tashlandiq morgga kechqurun kirsa nima bo'ladi? O'rmonning o'rtasida morg. Seriozdan olib qaraganda, bu eski morg. O'lgan odam chiqib qolsa ham anaqa qilish kerak emas-da. Sharpil yutormaydi odammi? Morg qanaqa joyligini bilasizlarmi? Nima? O'lik bormi nima? Kim eslab qoldi qatdan kelganimizni? Yo'q, qoldi bitta odam tasavvur qilsam. Morgdagi ruhi chinqiragan o'liklar odamlarga ziyon yetkaza oladimi? Yo'qolib qolsa nima bo'ladi? Zaporojniy morgda bekim ocha o'ynaymiz. Bo'l kerak emas. Devorlargacha qon sachragan. Kim bor? Sizlar bilan Omonxon va bu videoda shu savolga javob topamiz. Boshladik. O'rtoqlar, video boshlanishidan oldin ko'pchilik kommentariy yozibdi, o'zi morg aslida nima deb. Xuddi shu savolga men o'zim tushungan narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Morg bu inson o'lganidan keyin xullas morgga olib boriladi va morgda menimcha ikkita anaqa bor, kiyinalish bor. O'zim fikrimni aytaman, po faktu aniq shunaqa deb aytolmayman. Men aytadigan narsalar ham lekin 100% ichida bor. Birinchisi morgda sud med ekspert bor, ikkinchisi shu o'lgan odamni hozir ishlab turgan shu yuragi yoki короче ichki organlarini olib tirik odamlar, masalan, kimning yuragi kasal, yurak almashtirish kerak. Unga masalan borib berishadi, sotishadi. Ikkinchisi sud med ekspert. Ya'ni o'lgan odamni nima sababdan o'lganini topadigan anaqa. Xullas har ikkalasida ham o'lgan odamni ichini yorishadi, xullas bilmayman, yana o'sha narsalar. Xullas odamni ruhi chinqiriydi, menimcha. Men shu narsa haqida o'ylasam, nimagadir anaqa bo'lib ketaman, g'alati bo'lib ketaman. Kayfiyat tushib, tushkunlik tushib qoladi. Hamayni. Menimcha sizlar morg nimaligini tushundinglar va biz xuddi shu morgga undan ham qo'rqinchliroq, ya'ni tashlandiq variantiga kiramiz. U morg biz o'ylagandan ko'ra ancha kattaroq ekan. O'rtoqlar, hozir biz eski morg va infeksionning xullas to'g'risi eslab qolmadim. Infeksionniy bazaga keldik. To'g'risi juda ham qattiq qo'rqaman. Toshkentda emas bu joy, eslatib o'taman. Biz bu yerga kelishimiz juda ham qiyin bo'ldi va 2 soat qidirgan yandan keyin oxiri topdik va juda ham qattiq qo'rquv bo'tdi. Shu uchun kutilgan son boshlandi. Men bu yerda polni kirish o'sha eski morgga seriozli qo'rqaman. Qo'lim qaltiryapti, qarang. Avval xullas biz oldin lekin men bu budgacha nimaligini bilmoqchimiz. Voy. Mana bunda bu ketdi. Kimdir oyog'ini ushlaganda. Seriozdan olib qaraganda, bu eski morg. O'lgan odam chiqib qolsa ham anaqa qilish kerak emas-da. Tushunmayapman-da. Bu narsa bo'lishi mumkin-ku. Men bu yerdan kiraman. Orqamdan kirasizmi? Yo, aylanib kelamiz, keling aka. Nima bo'ldi? Birinchi qadam yo'qmayapti. Voy! Mana koridor ko'rsing. Tasavvur qiling, mana shu koridorda qachondir o'liklar tashlangan. Voshye. Vallahi qo'rqaman. Sizlar qo'rqmaysizmi? Офигеть просто. Voy, qo'rqaman borishga. Voy, yana katta koridorlar. Hozir keldi, alashdi. Ha, yo'q-a? Ha. Juda adashamiz. O'zi o'tgan safar adashdi. Yo'q, bu maska bu. Demak, bu morg yaqinda ishlaganmi? Yaqinda chiqqan maska bu. Yangi maska. Nima? O'lik bormi nima?
Yo'q. Mana bu real oqrasi turibdi, kimdir tizza bilan bunda chiqarib yotgan bo'ladi-ku vannada. Voy. Nima sharpali shunaqa qilish mumkinmi? Ha? Narsa bo'lishi. Ketdi. Voy, ikkita koridor chiqib qoldi endi. Ha, boshqa koridor ekan. Nima bo'pti bu yerda? Morgda qo'ygan biz qatdan kiramiz yo'q. Ikkita koridor chiqdi. Shundan ko'chaning eshigiga qatdi. Yo'q, biz nimaga har doim adashib qolamiz? Eshitdingizmi? Voy, men realni qo'rqaman. Odamlar kechqurun purus tualetiga chiqa olmaydigan joyda biz morgga kiramizda. Eng qiziq oddiy morg bo'lsa ham mayli, tinch bo'ladi. Tashlandiq morg va infeksionniy xona. Infeksionniy xonada morgdan ko'p o'liklar bo'lgan o'z davrida, ya'ni karantinda. Men bunaqa tarqalgan videolarni o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz kerak. Va biz shuncha keldik, sizlar uchun o'sha like esdan chiqmasin. Lekin adrenalinga boy botdi-yu, lekin koridor oxiriga borishman tushunda ham, voy, shoshmanglar. Qonmi? Raptorik. Nima bu? Podunam bo'lgan, podunam. Bu yoqqa bu qabriston emas, chuqur bo'ladigan. Yo, o'zi morgdan nima qilinadi? O'zi morg vashitni nima uchun odamning qonini ochib, nimadan o'lganligini ko'radi, tekshiradi. Qanaqa kasallik, nimadan o'lgan, uyushtirilgan, zahar ichilgan. prям so'yiladimi? Prям so'yiladi. Astag'firullah, bu yoqqa kirish. Tapichkalar. Qo'rqaman. Mana bitta lekarstvolar. Brat, qo'rqdi. Boshqa. Shu adashamiz. Hozir chiqolmay qolmaydi endi. Ha? Chiqolmay qolmaydi. Ko'rsatish kerak-ku baribir. Kim eslab qoldi qatdan kelganimizni? Mana nati esimda qolmadi. Требование безопасности перед началом работы. Odam yorishdan oldingmi? Работа degani? Wow. Tibbiy anjomlar. Pichoqlarni, qaychalarni. Shunaqa joyda. Voy. Просто tushunishing uchun hozir biz просто shu как morgdagi anjomlarni tozalaydigan xonada edik. Hozir realning chiqaman real va bu bir sizlar voy chiqish topinglar. Men real ketaman. To'g'risini aytsam, men morgda bunaqa ovozlar eshitiladi deb o'ylamagandim. Как baribir kutasiz, oddiy joydan, oddiy tashlandiq binolardan eshitiladi. No, morgda eshitilsa boshqa bo'ladi. Morg nimaligini tushunadigan insonlar просто morgga yur, borib kelamiz, morgga oldida degan so'zni eshitsa o'zi qo'rqadi-da. Biz morg ichida nafaqat yurdik, balkim adashib ham qoldik. Просто qaranglar. Men, hop, допустим, mushuk deb hisobga olamiz. Bir safar, ya'ni 2-3 marta eshitsa, men bu yerda turmayman 1 sekund ham. Bilaman, realni qo'rqaman. Ketdi, men davom etamiz. Radi content o'rtoqlar, siz uchun shuncha harakat qilyapmizmi? Bitta like. Men anaqa emasman, TikTok ko'rmayapman. 10 mingta like qilsa ko'rsataman deb sizlarga aniq qiladigan. Yoki 5 mingta komment. Shuncha mehnatimiz like qarsa qo'yinglar. Agar arzimasa qo'ymaylik, shart emas. Biz zo'r emasmiz bu narsaga. Biz mehnat qilamiz. Agar bizni qo'l qotmoqchi yoki zo'r chiqdi degan bo'lsa, like bosib paytishga bosinglar. Biz shuncha harakatdamiz. Bizdan oqshom o'timiz, boshqa qaysdanmi yo'q? Adashmaymiz. Bilmayman, brat. Keyin tosh pul aylanib chiqaylik, keyin yo'l topa olamiz. Ha? Ha. Voy, mana bu qanaqa xona? Kiramizmi? Yo, просто men o'ylayotgan narsam, mabodo, endi bu kriminalniy rayonni qattalik aytmaymiz. Bu yerda kimdir haqiqatan odam bo'ldi, birovni ko'ra tashkil etib qo'ygan bo'lsa-chi? Bo'lishi mumkin. Hech kim kirmaydi bu yerga. Shunday aytaman-da. Bu yerda любой narsa bo'lishi mumkin. Mana ketdik. Nega bu? Avtolar, nima degan bilmayman.
Shidlika. Kim? Sizlar bilaman, qo'rqdim. Efsane. Chorshanba kuni madaniyat va ma'rifat kunimi? O'liklar bilan raqsga tushish. Uni qaramanglar, eski biron joyga, mana voy, mana koridor eng qo'rqinchli joy keldi-yu. Bir tepasi ham bor, hali. Etaji. Lekin men bu xonaga kirishga xohlamayman, brat. Mana turishini qarang. Buni ko'rsating kameraga. Вообще. Просто o'zi вообще sizlar qo'rqmayapsizlar? Normalmisizlar? Mirazam aka? Kirib ketmadimi? Yo, shoshmanglar. Mirazam aka seriyozniy qanilar? Yo, вообще-то qarang. Yo, indamas. Mashina chiqib ketdilarmi? Yo, endi mashinaga chiqib ketmanglar-ku. Yo, qanaqasiga mashina chiqib ketisharmi? Bizga yetib ketadilar-ku. Yoki o'zlari ketib qoldilarmi, qo'rq. Yo, endi kopkota bilan qilmaydi-yu. Yo'qda, mashina qattadir. Mirazam aka. Biroq qattasiz. Voy. Mashina chiqqan bo'lsa hozir qaytadilar, to'g'rimi? Voy, Mirazam aka. Yo'qolib qolishlari mumkin emas-ku. O'mar, yana boqmay bo'lsa-ku mani. Nima qilamiz hozir? Oxirigacha olib shuncha keldik bor-ku, seriyozniy. Rasxod qilib keldik, просто. Yo'q, to'xtab. Yo'q, hozir bitta odam tasavvur qilsam. Ya, hop, mashina chiqib ketgan bo'lishi mumkin-ku. O'lib qolmaydi-yu. Sharpil yetib olmaydi odammi? Yo'q deganim bo'lishi bilan yo'q o'lib ketdi degani emas. Hozir mashina chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Biz aka bezda so'mkadan bezda qilmasligi uchun. Baqirolmay aksiyodasidan qo'rqaman hozir. Da, ana voqma qilmaylik. Vashi voqma deydi-ku. Mana buni qarang. Вообще-yu. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima ketdi? Men kelsana. Chiqarish tarafda. Onasi ham xona bo'ldimi? Kim yo'q o'zi? Voy bilan. Voy. Mirazam aka. Baqir. Просто aka, qanaqasiga bunaqa duq kerak sizga? Sizlar bilan sizlar qo'rqinchli emas, bo'ldi, qo'rqdinglarmi? Ha, qo'rqmaysizlar sizlarda bo'ldi. Aka meni qo'rqitgan paytlari men real dumga tushib qoldim. Tek buni odam anaqa qoladi-yu. Mana dumkaga tushib qoldim. Biramallab qanaqa chiqib ketgan bilmayman, qanaqa qochganini bilmayman. Operatorimiz ham qochdi. Вообще xullas. U ichimda o'tgan, ashshina ichimda o'tgan qo'rquvni sizlarga tushuntirib bera olmayman. Shuning uchun videoda ko'ringlar. Xullas, davom etamiz. Tasavvur qilinglar mana. Eski morgda sizlar-da. Lekin bilmayman. To'g'risi, davomiga ko'rgim kelmayapti. Men yuragim yetib keldi aka, hayotim ko'z oldimdan o'tib ketdi. Shunsin? Lekin brat xursand. Aka tug'ilgan kuningiz-mi? Shunaqa demadingiz oxirida. Ukam tug'ilgan kunni oldidan sovg'a. Derazadan qochib qanaqa deraza sakrab chiqarimni bilmayman. Bunaqa qazim yo'q bo'lsa. Biroq bunaqa narsa bo'lganda bu odam qochadi. Вообще tez yurib ketdi. Klasning bo'lib yetolmadim hozir. Hamma davom etamiz. Brat, Bularni seriyozmi nima? Qondoshlar. Yo'q, qaranglar, o'rtoqlar. Ya endi morgda qon bor. Yo'q, hop, qaranglar. Men shunishim bo'yicha morgda odamlarni birovning ichiga solib so'yadi-yu. Ko'cha o'rtasiga, morgga kelinglar, qardoq tuqatib qo'yib tashlaydi-yu. Bu nima bu? Qonda ham qon. Men qonni bosib turibman shuncha paytdan beri.
eng qizig'i savol yana bitta. Mana bu ham o'rmonda, o'rmonning o'rtasida morg. Biz shu yoqqa kirdik. O'rtoqlar qaranglar, xuddi shu paytda sizlarga bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Siz mana shunaqa ekstremalniy video roligimda ishtirok etishni xohlaysizmi? Buni iloji bor. Shartlari juda ham oddiy. Birinchi sharti, hoziroq Omonxon kanaliga obuna bo'ling va ko'rib turgan videomizga like bosing va ikkinchi sharti, kommentariyda o'zingizning Instagram nikingizni qoldiring. Chunki agarda men sizni tanlasam, sizning Instagramingizga yozaman, o'zimni Omonxon, ya'ni qo'sha o'zimning katta profilimdan sizga yozaman va qaysi viloyatda bo'lsangiz ham, yo'kingizni berib bo'lsa ham siz chaqirib o'zimizning videomizni tushiramiz. Bu shans sizda bor. Xullas, 3-sharti, meni kanal va meni o'zgacha kontentlarim haqida barcha do'stlaringizni ogohlantiring va ularni ham meni kanalimga chaqiring. Xullas, shu 3 ta shart bajargan insonlardan bittasi meni eng ekstremal videomda ishtirok etishi mumkin. Morgda o'liklarni qo'lga qon tozalanadi. Bu kimdir samosud qilgan bo'lsa-chi, ya'ni o'zi kimdir bilan urushib juda ham qo'rqinchli va brat, siz ishoning, sal qoladi hojatxona butun umr yashaydigan narsa bo'ldi. Yana aytdim, chiqdim. Uf, O'zbekcha boshqa kirdik. choshmanglar. Va o'rtoqlar, biz bu yo'qolib qolsak nima bo'ladi? Mashina bering qo'y. Yoki bizani kimdir adashtiryaptimi? Seriously, biz kelgan yo'lda qaytyapman men. Yoki men qo'rqib yoki shokka tushib qoldim. Men akani zo'r hazillaridan, juda ham kulgili bir xushchaqchaq hazillaridan. Mana yo'limiz. Oh, господи. Shotmidi? O'rtoqlar, esingizda bo'lsa, men buni oldin ekspertlarda sizlar bilan sportlar o'ynab, oxirigacha boraman, like, komment yozdim-da. Hozir bu yerda umuman qila olmas ekanman, bildim. Ayniqsa akani meni qo'llab-quvvatlaganlari o'zi. Rahmat aka, kattakon. Zo'r motivatsiya bo'ldi. Bejarkalarga aytib beraman. Gigiyenaga qarab. Chunki birinchidan morg ham, undan keyin bu nima bo'lgan, yana qancha virus burvolasi bo'lgan kirishi. Virus ham bo'lishi mumkin. Menda zo'r ideya keldi. Agarda shu video 30 mingta like yig'sa, men o'sha esingizda bo'lsa o'yin o'tkazaman. Короче, o'sha menga 3 ta shart bajarganlar, men o'zim videomni olib chiqaman. Adrenalin boy, mana shu qiziqarli. Birinchi sharti, xullas, Omonxon kanaliga obuna bo'lasizlar, ikkinchi sharti kommentni Instagram sahifalarini yozib qoldirasizlar. Uchinchi sharti, xullas, shu video haqida hamma tarqatsanglar bo'ldi. Va o'sha mana shu video orqasidan o'sha odamlarni tanlab olaman-da. 5 tani tanlab olaman va bu yerda yashil mochani o'tkazamiz. Zaporujniy morgda bekin mocha o'yinini o'ynaymiz. Hammali kunduz o'ynaymiz, kechqurun emas, qo'rqmasligingiz uchun. Xullas, o'sha shartlarni bajaringlar, mana sizlar uchun zo'r narsa. Chunki kechqurun bo'lsa, to'g'risi, men o'zim qo'rqaman-da, sizlar shu videoni to'xtatib qolgan bo'lsa, meniki javobgarlik bor. Shuning uchun kunduz o'ynaymiz. O'yinlarni qo'rqaman. Lekin ochiq ko'rish qiziq bor. Oyog'im yetmaydi. Oyog'im tepachadi. Ах, какая женщина. Mana tuzamni nima bo'ladi? Teskari tashim. Ichkarida o'lik bo'lsa-chi. Birat endi kirib ketdilar. Bo'l, kerak emas, qo'rqdim, birat. Kerak emas. Taqalatolmam, taqalatishsin, bering buni. O'rtoqlar, hozir sizlarni ozgina vaqtingizni olaman. Mana bu ko'rib turgan insonlar, mana oxirgi postimda eng zo'r komment yozgan insonlar. Agar siz ham keyingi videolarimda ko'rsatishimni xohlasanglar, hozir pastga tushing va eng zo'r komment yozib qoldiring. Men hammasini o'qiyman. Like ham bosib, pachkan bosib qo'ysangiz, buni sizga hech qanaqa zarari yo'q. Naborat foyda. Mazza qilib, meni kontentlarimni kuzatib borasiz. Davom etamiz. Nima bu? Shisha. Mana bu. Kafe. Stop. Bratан, şey. Nima bu? Bilmadim. Oqda? Свет tuting. Chechoq. Nima bu? Ichi ol. Tasha ol. Onasini emas. Nima bu? Nima bu? Bilmayman. Yo'q. Morgda, bankada. Voy! Yaxshi ketdi. O'zini yo'qoldi. Sasib ketdi. Bilyapti. Morgda kimdan ishlagan eshitdim. Qarshi yo'lda gaplashganmiz. Morgda qolasa aytishdi.
o'sha hali tug'ilmagan bolani, miyani o'sha ichida olib bitta saqlashadi. Kelsa talabalarga ko'rsatish uchun. Shunaqa narsami bu? Nimaga o'tamiz ko'rish kerak edi. Yo'q, aka. Odam ichi to'g'rishib turolmaysiz-ku, qanaqa voqimali? Qo'ymas-ku, sizga qo'yik emas-ku. Real hidi va shu qo'yinlarni bor. Qassobxona bo'lganda, baq. Yomon, yana qo'rqamas. Hidi chiqiydi o'tdan ashi Sasib ketdi. Mana nima bu? Nima bu? Mana bitta ham qon. Qon. Qotgan qon shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, xudo o'rtoqlar, ishoninglar, menimcha montajda ko'pjon kestirishim kerak, chunki YouTube qonni blokka tiqadi-da. No, morg bo'lgani uchunmi? Даже devorlargacha qon sachragan. Eng qiziq bu o'sha SC5 morg bo'lgan, keyin nima bo'lgan bu? Infeksionniy bo'lgan. Normalda? Abona bo'la jigi. Hekko. O'rtoqlar, men real qo'rqaman. Chunki birinchidan morgda bunaqa ichi to'g'rilar yoki odam ichki organlaridan bonkancha topaman deb o'ylamagandim. Keyin o'rtoqlar eslatib o'tdi, kommentariyada odamlar yozibdi-da, "Oka, biz ham tashlanib binoga kirdingiz orqasidan" deyapti. Yo'q. Men hech kimni men orqamdan qaytarishga undamayman. Chunki sizlarga biror narsa qilsak, meni javobgarlikka tutishmagan taqdirda ham meni vijdonim qiynaladi. Shuning uchun iltimos, sizlar kirmanglar, biza qayerga borsak ham o'zimizni rashodimizni olib, işte nima qilamiz, himoyali taraf masalan pechatkalar, maskalar kiyib kiramizda. Agar sizlar masalan qanaqa kasallik yuqtirsanglar yoki sizlarga yiqilib nimadir bo'lsa, bizga bu juda ham og'ir botadi. Shuning uchun iltimos, agarda bizani savob hurmat qilsanglar, orqamizdan takrorlamaydi. Ashqa qattiq qo'rqdim, birat o'zlari. Tushunmadim men. O'zi nima bilan ochib qo'yishgan? Rishotdan uzatib yuborishadim. Temur navro'ga ochib o'rgangan olib qo'yishibdi. Yo'q, nimaga bunaqa qilib qo'yishgan? Bu kafil ham yo'q. Kafil bo'lsa, bu o'li ochadi, so'yadi. Eshikni olib kirish qiyin-da. Dahshatli narsa. Bu qanaqasiga oddiy gapirasizlar? Ketdiki. Men ishoninglar, men bolalarimga yetib bergan voqealar bo'ldi-da, hozir ishonasiz? Bolalarimni, nevaralarimni yig'ib qo'yib. Voy, ham koridor kattaligini qaranglar. Yana koridormi? Yo, seriyozda qatdan chiqamiz? Mashina qaysi tarafda? Kim biladi? Bilmayman. Seriyozda qarang, seriyozda. Kameradan tushiring. Seriyozda. Yo'q, qaraydi, men tasdiqlaydi. Biz mashina olishimiz kerak. Seriyozda. Men bitta qarang, nima bo'lgan bu yerda? Shoshmang. Bu yerda biz hali yurmadik-a? Yo'q, shoshmang. Yurmadi deb o'tdi. Yo'q, bu shoshmang, bosmang, bu yoqqa o'ting. Nimanizi bu? Nimadir u tep. Realniy bor. Yo'q, eshitaylik. Bu yerda nima? Kimni sudrab olib ketishganmi? Ha? Oyoq, mana tasmani qarayman. Mana, bunaqa yotganda, mana. Rasmga qarang. Rasm? Skelet rasm bor. Просто aytmoqchi bo'lganim, mana qarang. Siz qarang, meni oling, ushlayman buni. Siz keling bu yoqqa. Mana ushlang. Mana smashni ushlang. Yo'q, ekran o'chirib tursin, ekran o'chiring. Yoting. Orqaga qarang. Orqasiga tashlang. Oyog'ingizni anaqa qiling. Oling, ko'taring oyog'ingizni. Bir xil. Bu bilan bu bir xil, просто bu tuxum ko'proq. Ko'rshapalik. Oling, biroq ko'rmayman, seriyozno aytaman. Voy. Mana tepgan bor. Ket. U yoqqa o'tdi. O'rtoqlar. Shuning uchun bizani bo'tdi. Eshitdinglar, men gapni eshitdinglar? Eshitdingmi? Realniy. Men degan ovozni eshitgandan keyin realniy juda ham qattiq qo'rqdim. Men juda ham ko'p uchiskini ko'rganman. Lekin uchiskini ko'rgan narsam hech qaytib bo'lmaganda, shuning uchun ham o'tdi как rejissyorlar fantaziyasida bo'lganman. Lekin u ovoz realniy meni qo'rqitdi. Qon, ko'rshapalak, juda ham qo'rqinchli. Nima demoqchiman? Bu ashinalarni
Men unaqa qo'rquvni hech kimga ravo ko'rmasdim. Ketdi iltimos. Ketdi, brat. Alohida ikkinchi pulni solishga kelamiz alohida duxiy. Ikkinchi solishga kelamiz. Kim bor? Кто-то есть? Oke, men seriously men yetib keldimmi? Siz yonimdasiz просто. Siz hazil qilishingiz mumkin deb o'ylashim mumkin, lekin siz yonimdasiz. Kim bor? Iltimos, biz qo'rqamiz. Ko'rshapalik bizga yopishdi. Momentda kimdir o'lgan odammi yoki kimdir sudralgan izi, kimdir sotib olib kirib ketgan odammi ko'rsatib ham berdim. Bu eshik qiyiq opilotdi. Ko'rsating. To'rtalamiz ham shu yerdamiz. Oling meni. Boy bittaki o'qib qoldilar, hazil qildilar. Lekin men hech olmayman. Realni. Men hozir даже buni bor qarashdan qo'rqaman. Kimdir buni qarab, "Come on baby" desa men chidolmayman, brat. Alohida kelaman. Sal o'zim sal o'ran qilib, o'zim sal duxiy qilib, alohida kelaman. Ikkinchi etajdan ko'rish uchun. Chunki men eshitganman, aslida birinchi etajda odamlar derazadan ko'rmasligi uchun aslida ikkinchi etajda qilishar ekan odam yorishlarni. Men bilmadim. Shuning alohida kelamiz bolalar. Seriously. Bitta qaraylik, keling. Qashdan keldik biz. Bu yerdan qaytib borishga qo'rqaman men. Tepam o'choq ekan. Kimdir qarab turgan bo'lsa, bo'lmang, keling, brat keling. Qayerdan chiqish? O'rtoqlar, esingizda bo'lsa, biza qarang. Mamit tomoshamizni qo'ydik, esingizdan, Mamit tomoshamizni qo'ydik. Masjidga. Bu yoqqa keling, ko'rsating meni. Shuni men allohga deb qolishim kerak emas, men realni hozir nima qilaman? Qarang. Mamit ko'rsatdim men, to'g'rimi? Mamit taxta bilan yopilgan lekin. Yo'q. Qanaqasiga biz boygan mashinadan kirdik-ku. Buni ko'rsang Mamitni bir xil boy kadr montajdan qo'yib beramiz. Marina qo'rqdim. Balki adashayotgandirmiz. Adashdi. Kiramizmi qaytib ichkariga? Men qo'rqaman, ichkariga kirmayman. Namunani qarayman, shu bunaqa masala boyadi bizdan, yaxshi. Kiramizmi qaytib? Qarangsa hazil bo'lib qoldi bizdan. Biz yoki realni adashib qo'rqamiz. Lekin qarang, qo'rqotgan payt bitta odam uchiladi. Biz hammamiz bir xil o'ylash, bir xil fikrlashimiz mumkin emas-ku. Miyamiz alohida-ku. O'rtoqlar. To'g'risini aytsam, men o'tda chiqmayman ham deb o'yladim. Xullas o'tda bo'ldi, shu bilan qolib ketaman deb o'yladim. Chunki tasavvur qilinglar, o'rmon, endi realni qarchi o'rmon emas, просто daraxtzorda, realni katta, gektar даже. Eng qizig'i men o'tda kunduz borib ko'rmaganman, qanaqa kattaligini bilmaganman. Menga mashta murk bor deydi, "Davay olamiz, davay, как по практике bolalar" deb bordim. O't men o'ylagandan men kak o'yladimki, shu ikki tashki zdaniya kichkinaroq, kak maktabga o'xshagan. Lekin o't вообще katta joy ekan. Realni katta joy ekan. Videoda ko'rishingiz mumkin. Shunaqa tuyulyapti, bola. Realniy lekin. Nima bo'pti? Kimdir yurib ketganda, xullas tezroq yuraylik, keling. Tashqaridan yuramiz, tashqari. O'rta qanaqa? Ya bilmayman, brat, qo'rqaman. O'rtoqlar ko'rasan, qanaqa o'rmonli joylarda yuribmiz. Nima? Hatta bundan qaraylik, bundan qaraylik, keling. Bundan qaraylik, kirmaymiz ichkariga. Voy, mana to'rdagi nima bu? To'rdagi qanaqa bino? Ko'p aylandi lekin bolalar To'xta, masjiddan ham o'tdikmiz biz. Chunki nechta koridordan o'tdik, katta. Eng qiziq labirint bo'ladi hammasi. Agar mana shu video 30 mingta like yig'sa, biz o'sha bu binoni podolga ham kiramiz, ikkinchi etajga ham chiqamiz. Agar 30 mingta like yig'masa olmaymiz. Chunki biz realniy murka qaytabi nimadir uchun kirishimiz kerak. Shuning uchun hozir tushing, like bosing va biz sizlarga haqiqiy murka eng qo'rqinchli joylarni ko'rsatamiz. Lekin biz yurgan joylarga qo'rqinchli emas deb bo'lmaydi, biz yurgan joylarni. Даже odamlar kun atrofimiz hammaqa joyda. Pul atrof pul oling, o'pish pulni hamma joy oling mana, hamma joy oling mana. Mana ket. Bu tarafdan ketma. Mana bu yoq tarafdan. Vashi Chernobylga o'xshaydi. Chernobyl ichiga tushib qo'ygan o'xshaydi. Bo'l ketdi, brat, ket, men qo'rqaman. Kuch. Sekin baqirmanglar, kuchdan qo'rqmaymiz.
Muhojirlik oqmoq siz hamma qiladi. Yana kuchli voy bildi. Aka, kuchuk eshik ochyapti-yu turib. Ha, kechdagi oqmaligini qarang. O'rtoqlar, o'sha gap, agar 30 mingta layk yig'sa, mana shu video, biz mana shu tepalarga ham chiqib, pulni podolari ham borgan, podolarini ham pulni olamiz. Chunki nimadir uchun nimadir qilinadi. Men yana qo'rqaman, shuning uchun hozircha layk bosinglar, sirni hech olib ketmaydi. Yarmi podlolik kechdagi. Bular bu kuchuklarmi bular? To'xtir kuchimni kimdir qiynayapti. Kuchuni kimdir qiynayapti? Kiylayapti. Brat, ketaylik, mashina qani mashina? Ketdik. Mashina qani? Eng qizig'i mashina bo'yicha kuchli havolarga sharpani jilli ko'rinadi. Shunday qilgan bo'lsa-chi, brat ketdik-da. Mariyadan qo'rqaman. Oching mashina, brat, oching mashina. O'rtoqlar, biz hozir o'sha morgdan chiqdik va pramoy Toshkentga qarab surdik. O'sha gap 30 ming to'g'ri sal o'zimiz bosib olib, sal o'sha yoqqa kiramiz. Ikkinchi etaj bor, podvali bor, и вообще это ko'rdinglar shinani. Sizlar uchun biz Real Morgga kirdik. Salom Oxon, obuna bo'lishingizdan chiqmasin.